Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlar bilan ayn harfini chiqarish yo'llari haqida gaplashamiz. Ya'ni men sizga bugun ayn harfini chiqarish yo'l xaritasini tuzib beraman. Bu orqali siz ayn harfini chiqarishdagi sizda bo'layotgan muammolarni hal qilishga, qiyinchiliklarni yengib o'tishga bosqichlari haqida ma'lumot olasiz. Xudo xolasa, qani boshladik. Ayn harfini chiqarishlikni hozir sizlarga umumiy tushuntirishdan oldin mana bizni ko'rib turgan auditoriya, ya'ni siz katta ehtimol bilan ayn harfini chiqarish yoki ayn harfini chiqargan bo'lsangiz, uni yaxshilash harakatidagi insonsiz. Xo'p, bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Ayn harfini chiqarish qanchalik muhim? Nima uchun ayn harfini chiqarmoqchisiz? Ya'ni bu sizni hayotingizda qanchalik muhimligi va odamlar qayerda xato qilishadi? Ayn harfi o'zi aslida qiyinmi? Ayn harfini maxraj va sifatlari haqida gaplashamiz, mashq usullari va nazorat haqida gaplashamiz. Endi sizlarga savol shu yerda, ayn harfi nega bunchalik qiyin? Men sizlarga ayn harfini chiqarishda odamlar yo'l qo'yadigan xatoliklarni va nega odamlar ayn harfini ayta olmasligi shu haqida mendagi bor tajriba va ma'lumotlarni sizlarga yetkazib, ulashib boraman. Xo'p, va videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga sovg'amiz bor. Bu sovg'a ayn harfini mashq qilish tartibi haqida bo'ladi. Bu video orqali siz xudo xolasa ayn harfini chiqarishdagi qiyinchiligingizni ancha yengillatadi. Birinchi savol, ayn harfi nega muhim? Birinchi holatda ayn harfini chiqara olmasangiz, har kuni 192 ta xato qilishingiz mumkin. Mana bizni kuzatayotgan insonlar, ko'p namoz o'qiydigan insonlar bir kunda 32 rakat namoz o'qiladi, ya'ni 5 vaqt namoz 32 rakat bo'ladi. Har rakatda Fotiha surasi o'qiladi. Fotiha surasida 6 ta o'rinda ayn tovushi bor. Aynan ayn tovushini chiqara olmasa, bir kunda 32 ni 6 ko'paytirsa 192 bo'ladi. 192 ta xatoni qilayotgan bo'ladi. Ya'ni bitta xatoni 192 marta takrorlayotgan bo'ladi va bu sizga qanchalik yoqimli yoki bo'lmasam qanchalik sizga bu zararli bo'lishi mumkin. Va keyingi ayn harfini chiqarishdagi muhimlik, agar siz seferga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, seferni muhovara qismi bor, gaplashish kerak bo'ladigan va istima' qismlari bor, eshitib tushunish. Bu qismlarda agar aynni yaxshi chiqara olmaydigan bo'lsangiz, sizni balish tushib ketishligi mumkin. Ya'ni seferdan yuqori bar olmayotganligingizga balki ayn harfini yaxshi chiqara olmayotganligingiz sabab bo'lishi mumkin. Mana ko'pchilik yurtdoshlarimiz arab davlatlarida bizneslari bor, sayohat qilishadi, umraga, hajga borishadi, u yerda arablar bilan gaplashishadi, arab bo'lmagan, arab tilini biladigan boshqa musulmonlar bilan gaplashishadi. Umuman olganda, arablar bilan gaplashganda ayn harfini talaffuz qilish juda ham kerak. Chunki buni keyingi videolarda ham tushuntirib beraman. Bitta harf ma'noni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Aynan ayn tovushi va hamza tovushi bir-biriga juda ham yaqin bo'lganligi uchun ma'no butunlay teskari holatga aylanib ketib qolishi mumkin. Ya'ni arablar bilan gaplashayotgan paytda o'zingiz fikringizni butunlay teskari holatga aylantirib yuborishingiz mumkin yoki uni ham fikrini noto'g'ri tushunishingiz mumkin va orada tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Umuman o'zi men kim, nimaga bu haqida gaplashyapman, nima uchun ayn haqida gapiryapman? Men ismim Orusjon Turg'unov, Odiljon o'g'li. Toshkent islom universitetida o'qiganman 2014-18-yillarda va bu yerda ustozlarim Muhammedov Bahodir ustozdan birinchi harflarni o'rganganman va bu ustozimiz bugungi kunda prezidentimiz administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevani tarjimonlari hisoblanadi va boshqa ustozlarimiz, mana Burxon ustozimiz bu universitetimiz eng katta professor ustozlaridan. Bu ustozdan ta'lim olganmiz va aynan harflarning talaffuzi, aynni chiqarish bo'yicha Ixtiyor Abdurahmonov ustozdan va Jahongir Ne'matov ustozlaridan ta'lim olganman va bundan boshqa ustozlarimiz ham bor arab tili bo'yicha. Xo'p, endi men arab tili bo'yicha 2018-yildan beri dars berib kelaman va shu kungacha individual tartibda, ya'ni birga bir holatda 20 dan ortiq insonlarga, shogirdlarimga ta'lim berganman va ularning orasida ayn harfini zo'r holatda 100% chiqaradigan shogirdlarim bo'lib yetishgan. Bundan boshqa 300 dan oshiq o'quvchilarga ta'lim berganman. 2020-yildan beri arab tili haqida, boshlang'ich arab tili haqida harflarning talaffuzi bo'yicha YouTube'ga mana shu kanalga videolar chiqarishni boshlaganmiz va bugungacha 70 mingdan ortiq inson kanalimizga obuna bo'lib foydalanishib kelyapti. Ayniqsa ayn haqidagi videolarimiz eng ko'pchilikka foydali bo'lgan videolar deb ayta olaman. Sababi buni 300 ming, 600 minglab insonlar ko'rishgan, bir-birlariga ulashishgan. Tagidagi izohlarda ham juda ham ko'pchilik insonlar ayn harfini o'xshata olganliklari, chiqara olganliklarini yozishgan. Yana bir savol, agar siz bizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, ayn harfini chiqarishlikda kim necha yildan beri harakat qilyapti? Izohlarga albatta yozing. Ayn harfini chiqarishga qancha vaqtdan beri harakat qilyapsiz? Bu juda muhim. Endi darsimizning asosiy
qismini boshlaymiz. Mana shu hozir sizlarga ekranga bu so'zlar chiqib turadi. Bu so'zlarni bir 30 sekund ichida o'qing va talaffuz qiling. Ayn harfini chiqarishga harakat qiling bu so'zlardagi. Qani vaqt ketdi. Endi mana shu joyda o'zingizni talaffuzingizni baholang, qanchalik o'xshadi. Va endi men sizga talaffuz qilib beraman va meni talaffuzim bilan taqqoslab olasiz va undan keyin yana bir qayta o'zingizga baho berishingiz mumkin bo'ladi. Boshladim. Na'budu na'budu ja'ala ja'ala fi'lu fi'lu shoshmasdan ayn harfiga urg'u berib talaffuz qilyapman. Ya'lamu ya'lamu alam alam yad'u yad'u na'ama na'ama. Endi o'zingizni talaffuzingizni men aytgan talaffuz bilan taqqoslab ko'ring. Qanchalik ayn harfini o'xshata olyapsiz. Bu test uchun, ya'ni o'zingizni hozirgi holatingizni bilishlik uchun kerak bo'ladi. Endi mana bu quyidagi so'zlarni o'qing va ma'nosiga e'tibor bering. Bu ekranda chiqib turgan so'zlar bittasida ayn harfi, ikkinchisida hamza bilan juda ham o'xshash bo'lgan. Agar siz hamzani o'rniga aynni talaffuz qiladigan bo'lsangiz, ma'nosi butunlay o'zgarib ketadigan. Yuqorida aytganimdek, agar arablar bilan gaplashayotganingizda yoki kitob o'qiyotganingizda yoki Qur'on o'qiyotganingizda talaffuzini, ma'nosini noto'g'ri aytadigan bo'lsangiz yoki sefr imtihoniga kirib mana shuni noto'g'ri aytadigan bo'lsangiz, sizda butunlay teskari ma'no, teskari tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkin eshitayotgan odamda. Xo'p, mana birinchisi asal. Asal. Bu ayn bilan bu haqiqiy biz iste'mol qiladigan yeydigan asal. Va agar shuni hamza bilan aytadigan bo'lsangiz, asal bo'lsa, asal bu qamish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni asal qayoqda yo'q, qamish qayoqda. Butunlay agar siz men asal yedim, akaltu asal desangiz, bu asal yedim bo'ladi. Akaltu asal bo'lsa, qamish yedim bo'lib qoladi. Ma'no ko'ryapsiz, butunlay teskari o'zgarib ketyapti. Yoki amal. Amal bu mehnat, ish. Agar shuni amal bo'lsa, bu orzu. Men ko'p ishladim, ko'p mehnat qildim demoqchi bo'lib turib, amiltu amala desangiz agar, amiltu amala, ko'p ishladim, ko'p mehnat qildim demoqchi bo'lib, siz shuni agar amala deb hamza bilan aytadigan bo'lsangiz, ko'p orzu qildim deysiz. Siz arab davlatiga borib ishlayapsiz, faraz qiling, ko'p mehnat qildim demoqchi bo'lib turib, ko'p orzu qildim deysiz va ko'p orzu qilganingga men senga pul bermayman deydi. Yoki shunaqa bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam na'budu va na'buduni orasidagi farq. Na'budu degani ibodat qilamiz degan ma'noni anglatadi. Na'budu bo'ladigan bo'lsa yovvoyilashamiz degani. Ya'ni ma'noni ko'ryapsiz, butunlay teskari ma'noga aylanib ketadi. Allama o'rgatmoq. Allama ayn bilan bo'lsa, nimanidir o'rgatish, birovga ta'lim berish ma'nosida bo'ladi. Endi allama bo'ladigan bo'lsa, bu azoblash bo'ladi. Ya'ni azoblash xizmati bo'lib qoladi. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun talaffuzda bu misollarni nima uchun aytyapman? Agar siz aynni ozgina mahrajida o'zgartiradigan bo'lsangiz va ozgina talaffuzini o'zgartiradigan bo'lsangiz, bu ma'noni butunlay teskari o'zgartirib olishi mumkin. Biz aynan shuning uchun ham ayn harfini to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, endi nega chiqara olishmaydi degan savol. Odamlar nega ayn harfini chiqara olishmaydi? Xususan siz nega ayn harfini talaffuz qila olmayapsiz? Aynni chiqara olmayapsiz? Buning uchun men o'ylashimcha quyidagi mana shu 7 ta sabab bor ayn harfini yaxshi chiqara olmayotganligingizga. Demak, aynni chiroyli talaffuz qilish uchun birinchi o'rinda uni mahrajini bilishingiz kerak. Mahraj bu harfni chiqadigan joyi. Asosiy narsa ayn harfini talaffuz qilishda mahraj hisoblanadi. Ya'ni mahrajini yaxshi bilsa inson ayn harfini talaffuz qilishi deyarli 50% ga uddalagan bo'ladi. Va undan keyingi sifatlar. Sifatlar haqida gaplashamiz. Ya'ni sifatlar aynni talaffuz qilishlikdagi ikkinchi asosiy narsa bo'ladi. Ya'ni aynning ikkita ustuni bor deydigan bo'lsak, mana shu bittasi mahraji, hamma harfda ham ikkinchisi sifati. Ya'ni mahraj va sifat ustiga bino qilinadi. Sifat bu
talaffuz qilinayotgan paytda portlab chiqishimi yoki sirg'alib chiqishimi yoki bayniy bo'lib chiqishimi, jarangli yoki jarangsiz holatda chiqishi, mahrajini bildingiz, sifatini bildingiz, shunda ham ayn harfi chiqmayotgan bo'lishi mumkin. Bu sizni yetarlicha mashq qilmayotganingizdan yoki mashqlarni noto'g'ri qilayotganingizdan bo'lishi mumkin. Undan keyingisi usul. Mashq bilan birgalikda uni usuli ham bor, ya'ni eshitish usuli bo'lishi mumkin yoki jamoaviy shug'ullanish usuli bo'lishi mumkin yoki yakka o'zingiz shug'ullanish usuli mumkin. Usullarning bir necha xil turlari bor. Shular haqida ko'rib chiqamiz va undan keyin bu ayn harfini talaffuzida sabr kerak. Sabr bu eng asosiy sifatlardan sizda bo'lishi kerak bo'lgan. Agar sabr qila olmasangiz, chidamasangiz ayn harfini chiqara olmaysiz. Xo'p, keyingisi va eng asosiy sizga kerak bo'ladigan insonlardan biri bu ustoz kerak bo'ladi. Agar ayn harfini chiqara olmayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizni ustozingiz yo'q. Siz o'sha ayn harfini chiqarishni biladigan, ayn harfini chiroyli chiqarishingizga yordam beradigan ustozga muhtojsiz va undan keyin sizda nazorat bo'lishi kerak. Ayn harf chiqarish bu yarim soatlik ish emas. Yoki bo'lmasam bir kunda chiqadigan narsa emas. Bu vaqt talab qiladigan, bugun urug'ini ekib, bir soatdan keyin yoki bir kundan keyin hosil olaman deydigan narsa emas. Mening fikrimcha mana shu 7 ta narsa ayn harfini chiqarishdagi asosiy sabablar bo'ladi. Shu sabablar birlashsa, shunda aniq ayn harfi, ayn tovushi chiqadi. Xo'p, endi mahraj. Mahrajni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Ayn harfida mahraj halqumimizning mana shu ko'rinib turgan tomog'imizni mana bo'rtib chiqqan suyagimizdan teparoq, ya'ni mana bu kegirdak suyagimizdan teparoq bo'ladi. Mana yon tomondan hisoblasa mana shu joyda og'izni ochganda ichkari mana tilimizdan ko'ra chuqurroq joyda bo'ladi. Buni rasmda ham hozir ekranda ko'rsatamiz. Ya'ni halqumni o'rta qismi deyiladi. Mana shu joy, mana bu bo'rtib chiqqan suyagimizdan ko'ra teparog'i. Ichkarida bizni hiqildoq tog'ayi degan bizni kichkina tilchamiz bor. Arab tilida lisanul mizmar deyiladi. Bu bitta til. Ya'ni insonda, mana ko'pchilik insonda asosiy katta til bo'ladi va kichkina tilchamiz bor va juda ko'pchilik insonlar bilmaydigan yana bitta tomog'imizda bizni ko'rinmaydigan yana bitta tilcha bor. Bu hiqildoq hisoblanadi. Ya'ni yutingan paytimizda, suv ichganimizda bizda aynan ana shu 3-tilimiz ishlaydi. O'sha aynan ana shu lisan ishlaydi. Shunda o'pkaga ketayotgan yo'lni shunday to'sib beradi-da va suvni o'pkaga emas, balki oshqozonga yo'naltirib beradi. Hozirning o'zida videoni to'xtatib turib, bir piyola suv olib ichish iloji bo'lsa, suvni olingda sekin yutinib iching. O'sha yutinayotgan paytingizda o'tayotgan suvni sekin sirg'alib o'tayotgan joyini his qilsangiz, demak siz o'sha hiqildoqni, o'sha 3-tilchani his qilayotgan bo'lasiz. Ayni mahrajini his qilayotgan bo'lasiz. Agar bunda ham yaxshi seza olmayotgan bo'lsangiz, mahrajni topishlikni yana bitta usuli g'arg'ara qilishlik. Ya'ni suvni g'arg'ara qilgan paytingizda, agar suv ichishga imkon bo'lmasa, havoni o'zi bilan ham qilsa, bizda o'zbek tilimizdagi gh harfini mahrajidan biroz pastrog'i, ya'ni qilgan paytimizda aynni mahrajidan ozgina yuqoriroq joy ishlayotgan bo'ladi. Shuni sekin-asta pastroqqa olib tushasizda aynni mahrajini ishlatib olasiz. Ya'ni bu yerda siz tomog'ingizdagi muskullarni ishlashi va uni siz his qila olishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Mahrajni tushunishlik uchun siz tomog'ingizdagi muskullarni his qila olishingiz kerak. O'sha yerdagi mushaklarni yaxshi boshqara olish kerak bo'ladi. Buni keyingi rasmda yana ham aniqroq, yana ham ochiqroq ko'rsatilgan. Tomoq o'zi 3 qismdan iborat bo'ladi. Quyi qismi, o'rtasi va yuqorisi. Quyi qismidan hamza chiqadi. Boya ko'rganimizdek, hamza bilan ayni mahraj juda ham yaqin. Quyidan hamza mana shu joydan, uni teparog'idan ayn va undan teparog'ida g'oyin tovushlar. Bu hamza, ayn va g'oyin tovushlari juda ham yaqin bir-biriga, xuddi aka-ukadek, bir-biriga talaffuz jihatdan o'xshaydi, hatto ko'rinish jihatdan ham o'xshaydi. Ya'ni rasmda ko'rib turganingizdek, mahrajning quyi ichkari tomonidagi ochilib yopiladigan a'zo u pastki un pardalari, ovoz paylari va undan teparog'ida ochilib yopilayotgan tegayotgan joyi bo'lsa, o'sha aynni chiqarib beruvchi hiqildoq tog'ayi o'sha lisanul mizmar hisoblanadi. Demak, mahrajini tushundik. Mahraj qayerda esa tomog'imizni
mana shu joyida, ya'ni qo'limiz bilan bosib ichkariroqqa bosadigan bo'lsak, ayn harfini his qilishligimiz mumkin. Hozir siz sezmayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar siz birinchi marta mashq qilayotgan bo'lsangiz, hozir boshlagan bo'lsangiz, yaqinda boshlagan bo'lsangiz, buni sezmasligingiz mumkin. Bu tabiiy holat. Bu bosqichdan o'tishingiz kerak va taxminan 1 hafta, 10 kun yoki qanchadir vaqtdan keyin siz buni his qila boshlaysiz. Agar harakat qilsangiz. Keyingi ikkinchi asosiy narsa bu sifat. Hamma harfning sifatlari bor, hamma harfning mahraji bor. Demak, mahrajni tushunganimizdan keyin sifatni yaxshilab o'rganishimiz kerak. Sifatni bilsangiz, siz tovushni tushuna olasiz, ovozni tushuna olasiz. Siz kerak bo'lsa musiqani tushuna olasiz. Ya'ni buni hozir quyida tushuntirib beraman. Ayn harfini 5 ta sifatlari bor. Birinchisi jahar jarangli sifati. Bu mana bizda jarang deganda qo'ng'iroqni jaranglashiga yoki jiringlashi deymiz, shunga o'xshash ovoz. Bu qanaqa bo'ladi desa, jahar tovushi bu mana shu kekirdagimiz ichki tomonida, o'zbekcha aytganimizda kekirdagimiz, arab tilida hanjara deyiladi. Mana shu ichkari tomonida un paylari ahbalatus savtiyya joylashgan. Ya'ni ovoz paylari, ovoz iplari, ovoz torlari desak ham bo'laveradi. Bironta bir choluv asbobini, rubobni, dutorni, gitarani, o'sha choluv asbobini torlarini chertgan paytingizda o'sha tor havoni tebratadi. Yoki qo'ng'iroqni chalganingizda qo'ng'iroqni temirlari o'rtasidagi temir chekadagi halqasiga urilgan paytida u tebranish natijasida havoni to'lqinlantiradi va o'sha yerda jarang paydo bo'ladi. Biz nafas olib, o'pkani nafasga to'ldirib, ayn tovushini aytayotgan paytimizda yoki istalgan jarangli tovushni aytayotgan paytimizda mana shu tomog'imizni shu joyida joylashgan iplar harakatga keltiradi va tebranish natijasida jarang paydo bo'ladi. Buni his qilish uchun oddiy misolda o'rgataman. Qulog'ingizni bekitasiz va z va s tovushlarni aytasiz. Z, s, z, s. Z va s tovushlari bittasi jarangli, ikkinchisi jarangsiz. Bittasi jahar, ikkinchisi ham sifatiga ega. Jahar sifati bu tomoqdagi aynan un paylari tebranayotganligini bildiradigan sifat. Aynda xuddi shu sifat bor. Va z harfida ham xuddi shu sifat bor. S harfida bu sifat yo'q. Ya'ni jahar yo'q, bunda jarang yo'q. Z degan paytimizda tomog'imizdagi un payi tebranyapti, s degan paytimizda tebranyapti. Ya'ni vibratsiya bo'lmayapti. Boshqacha aytadigan bo'lsak, z ni aytgan paytingizda hozir ayting. Z, z, s, z, s va ichki ovozingizni eshitishga harakat qiling. Mana insonni tashqi ovozni eshitadi va ichki ovozni ham eshitish qobiliyati bor. Quloqni bekitib turib aytgan paytingizda tashqaridan ovoz eshitilmaydi va ichki ovozingizni sezishga harakat qiling. Shunda z ni vibratsiya bilan chiqayotganligini sezasiz. Keyingi sifati bayniya sifati, oraliq sifati. Bu nima degani desa, biz boya ko'rgan tilchamiz yopilayotgan paytda, ya'ni lisanul mizmar hiqildog'imiz yopilayotgan paytida qattiq yopilmaydi, havoni butkul to'sib yopib qo'ymaydi, ozgina ochiq joyi bo'ladi va o'sha joydan havo tashqariga chiqadi. Ikkita mahraj a'zosi yopilayotgan paytida qattiq yopilmasligiga bayniya sifati deyiladi. Ya'ni agar siz buni hamzani singari qattiq qilib aytadigan bo'lsangiz, aynda a qilib aytadigan bo'lsangiz, bu ya'ni masalan a'lamu desangiz, a'lamu, a'rifu desangiz, bu hamzani sifati, ya'ni portlovchilik, shiddat, qattiq urilyapti. Aynni sifati o'rtachalik. A'lamu, 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 a'rifu, ya'lamu. Ya'ni buni ya'lamu desa, hamza shiddat bilan chiqayotgan bo'ladi. Ayn juda zaif holatda chiqayotgan bo'ladi. Aynni chiqarishlik uchun qattiq bosmaslik kerak. Ya'ni siz tomog'ingizdagi o'pkadan chiqayotgan havoning yo'lini qattiq bosmang, balki o'rtacha. Ya'lamu, ya'lamu, ya'lamu. Lekin siz mana shu tilchani harakatga keltirib olguncha, uni nazorat qilguncha, o'sha mushakni, o'sha muskulni boshqarib olguncha mehnat qilishingiz kerak. Buni kontrol qilish uchun ham sizda ozgina harakat, ozgina sabr kerak bo'ladi, yuqorida aytganimdek. Keyin, hop,
Iste'fola degan sifat bor, ingichkalik sifati. Bu qanaqa desa, masalan, ba'zi bir insonlarning ovozi tabiiy yo'g'on bo'ladi. Masalan, oddiy misol, erkaklarning ovozi yo'g'on bo'ladi, gapirganda ovozi yo'g'on chiqadi. Va ayollarning ovozi ingichka bo'ladi. Ular biroz mayinroq, yumshoqroq talaffuz qiladi. Bu tabiatan shunaqa yaratilgan inson. Va shu bilan birgalikda ovozini yo'g'on qilishligi mumkin. Inson gapirayotgan paytda, hozir men shunga harakat qilyapman. Ya'ni ovozni yo'g'on qilib gapirish mumkin. Mana shu yo'g'on qilib gapirgan paytda, xuddiki do'rillab gapirgan paytda ovozdagi ovozni yo'lini boshqarib beradigan tillar, ya'ni tilning orqa qismi ko'tariladi, ovoz yo'g'onlashib chiqadi. Ayn harfida bo'lsa, bu narsa bo'lmaydi. Ya'ni tilning orqa qismi ko'tarilmasdan pastga tushgan holatda bo'ladi. Tilning orqa tomoni ko'tarilsa, demak bu yo'g'onlik sifati. Tilning orqasi ko'tarilmasa, ingichkalik sifati bo'ladi. Aynni ayn qilib talaffuz qilish yo'g'onlik sifatiga aylanib ketib qolishi mumkin. Balki buni ingichkaroq qilib ayn til oddiy holatida ayn asosan tomog'idagi 3-tilimiz ishlasa bo'ldi. Bu yoqdagi birinchi asosiy katta tilimiz va ikkinchi kichkina tilimiz ishlamaydi bunda. Ayniqsa ingichkalik sifatini chiqarishlik uchun tilning orqasi umuman ishlamaslik, ko'tarilmasligi kerak. Va infitoh degan sifat, ochiqlik sifati, o'pkadan chiqayotgan havo yo'li tilimiz bilan tanglayimiz orasida qamalib qolmasligi. Balki ochiq holatda chiqishi. Bu juda ham oson sifat. Bu bevosita o'sha ingichkalik sifatiga yaqin, bir-birini to'ldirib keladigan sifat. Ya'ni talaffuz qilayotgan paytimizda og'izda havo qamalib qolmasligi kerak. Ya'ni oyn bo'lmasligi kerak. Oyn. Ba'zilar ayn harfini talaffuz qilishda, masalan, mahrajini yoki sifatlarini yaxshi tushunmaganligi uchun o'zim universitetda o'qiyotgan paytimda bitta talabani ko'rganman. Ya'ni bitta bola talaffuz qilayotgan paytda aynni chiqarish qiyinligidan, ko'p harakat qilganligidan shuni qaytardiki, derdi-da. Ya'ni lamu. Juda haligi eshitgan odam qo'rqib ketardi. Bu qanaqa aytayapti debdi. Ya'ni ayni mahrajini chiqarishga shu darajada harakat qilganki, tomog'ini o'ta kuchli harakat qilganligi natijasida ovoz boshqacha chiqardi. Ya'ni bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Bunaqa qilish kerak emas. Ya'ni mana shu sifatlarni bilmagan odamda mana shunaqa noto'g'ri mashq qilish yoki mahrajini noto'g'ri qilish, sifatlarni noto'g'ri chiqarish holati bo'ladi. Va keyingisi ismot zich degan sifat. Buni ko'pchilik katta ustozlarimiz aytishgan. Ya'ni bu ko'p ham talaffuzga oid emas, lekin bilib qo'ygan yaxshi buni, ismot zichligi. Bu nima degani desa, ismot va izloq degan sifat bor. Bittasi ravon, yengil talaffuz qilinadigan, izloq degan sifat. Ismot zich biroz zichroq, talaffuzga biroz qiyinroq. Asosan mana shu tilni uchi emas, til lablardan emas, balki tomoq sohalaridan chiqadigan harflar deyiladi. O'zi farro min lubbin degan harflar bor. O'sha izloq sifatli harflar. Arab tili bu sarf ilmi bilan bog'liq sifatlar hisoblanadi. Asosiy mana shu yerda bilishimiz kerak bo'lgan, siz hozir shu darsimizda eslab qolishingiz kerak bo'lgan sifatlardan bittasi jahr, ikkinchisi bayniya. Va ingichkaligi, ochiqligi, ismotligi hozircha sizga o'ta muhim emas. Siz mana ikkita sifatini eslab qoling. Jahr nima degani desa, tomog'imizdagi un pardasini tebranishi. Ovoz payining tebranishi, havo o'tayotgan paytda o'sha parda tebranadi va jahr paydo bo'ladi. Buni z misolida, z misolida ko'rdik. Bayniya bu mahrajni qattiq yopmaslik. Balki o'rtacha havoni yopasiz, mahrajini o'sha hiqildog'ini o'rtacha yopasiz, qattiq yopib qo'ymaysiz. Shu. Mahrajini bilgandan keyin, sifatlarini bilgandan keyin bu ikkalasi nazariya. Nazariyani o'zi bilan siz ayn harfini chiqara olmaysiz. Shuni yaxshilab tushuning. Siz 100 ta video ko'rmaysizmi? 100 ta kitob o'qimaysizmi? Mashq qilmasangiz ayn harfi hech qachon chiqmaydi. Ora-orada bir haftada bir 3 daqiqa mashq qilib qo'yib, menda ayn chiqmayapti deb 1 yil yurishadi. Bu bilan ayn chiqmaydi. Aynni talaffuz qilishlik uchun yetarlicha mashq qilish kerak. Ya'ni siz kerak bo'lsa hozir daftaringizga yozib oling. Katta harflar bilan yozib oling. Mashq qilishim shart deb. Ayn harfini chiqarish uchun. Chunki mashq qilmagan odam hech qachon ayn harfini chiqara olmaydi. Ya'ni katta ehtimol bilan 99.9% chiqara olmaydi. Chunki mashq bilan kerak bo'lsa arablarning o'zi ham ayn harfini chiqarish uchun mashq qilishadi. Arab bo'lsa ham, ya'ni ularning ona tili bo'lsa ham.
Demak, mashq qilishlikni hozir sizlarga buni birinchi tasavvur qilishlar uchun oddiy misol keltiraman. Ya'ni mashq o'zi nima? Qosh uchirish degan narsa bor, ha? Masalan, qoshni bunday qilib uchirib qo'yadigan odamlar bor. Ha, bunday qilib qo'yadi yoki bunday qilib qo'yadi. Bu bitta qobiliyat insonni qoshini uchirish. Ayniqsa aktyorlarda, mana shu yuz chehra bilan ishlaydigan insonlarda, masalan, qilib, yoki qovog'ini solish, aktyorlik qobiliyati bor insonlarda bu rivojlangan bo'ladi. Insonning butun tanasi mushaklardan tashkil topgan. Ayn harfini talaffuz qilish uchun ham mushak kerak. Uni mushakni boshqaradigan asab tizimi bo'ladi, nervlar bo'ladi. Aynan shu nervlar miyada o'sha to'qimalar, nerv to'qimalari, nerv hujayralaridan tarkib topgan bo'ladi. Ya'ni miyamizning qaysidir qismida qo'limizni barmoqlarini harakatga keltirishga moslashgan mushaklar bo'ladi. Masalan, o'ng qo'lda yozadigan odam deyarli 90% chap qo'lda yoza olmaydi. Chap qo'lda siz masalan, agar chap qo'lda yozadigan odam o'ng qo'lda yoza olmasligi mumkin. Chapaqay odamlar. Bu nimadan desa, o'sha eshitgansizlar, masalan, o'ng qo'l ishlashligi uchun, o'ng taraf ishlash uchun miyani yarim shari, chap ishlash uchun o'ng yarim shari ishlaydi. Bu narsa insonning butun tanasini boshqaradi, asab tizimi. Siz uxlayotgan bo'lsangiz ham yurak ishlaydi. Yurakni boshqarib turadigan Alloh taolo endi shunaqa yaratgan. Hatto ko'zingizni ochib yumishingiz haqida ham o'ylamaysiz. Avtomatik bajariladi. Har kuni 10 daqiqa mashq qilish. Endi mashqni sizlarga hozirgi kunda mana endi boshlayotgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun sizlarga ko'p mashq berishlikdan hozircha o'zimni tiyaman. Ya'ni yarim soat mashq qiling desam, siz qo'rqib ketishingiz mumkin. 10 daqiqa mashq yetadi. Har kuni hozir o'zingizga daftaringizga vazifa qilib oling. 10 daqiqa mashq qilishlikni. 10 daqiqa mashq qilsangiz, har kuni muntazamlik bo'ladigan bo'lsa, sizda tomog'ingizda ayn harfining mushaklari, muskullari rivojlanishni boshlaydi. Buni tartibi o'sha miyada o'sha asab hujayralari buyruq beradi shu joyga. Bu sekin-asta harakat qilishni boshlaydi va muskul hujayralari miofibrillalar deb ataladi tibbiyot tilida. Shu miofibrillalar harakatga kelishni boshlaydi. Yangi muskul hujayralarini shakllanishi uchun, paydo bo'lishi uchun odatda 7-10 kun vaqt kerak bo'lar ekan. Ya'ni bundan shunaqa xulosa qilsak bo'ladiki, agar har kuni muntazam yetarlicha mashq qilinadigan bo'lsa, 7-10 kunda ayn harfini chiqarish mumkin. Chiqarish deganda kamida 30%, 40% ayn harfi o'xshab qolsa, odamga seziladi. Ya'ni a degan tovushlar chiqishni boshlaydi sizda. O'sha shug'ullanish jarayonida tomog'ingizdagi muskullarni kuzating, harakatini o'zingiz his qiling. Boya aytganimiz o'sha mahrajni harakatga keltira olsangiz, mahraj ishlasa, siz buni his qila olsangiz, mashqda bardavom bo'ladigan bo'lsangiz, ayn chiqadi albatta. 100% javob beraman, ayn chiqadi. Buning uchun sizga ikkita oddiy misolni o'rgataman. Agar oldin siz mashq qilib yurgan bo'lsangiz yoki biz videolarni ko'rgan bo'lsangiz, bu sizga notanish emas. Birinchisi, mana bu a degan mashq. Hozir sizning holatingizda shu a bo'lsa zo'r. A bo'layotgan bo'lsa ham yaxshi. G'a, g'i, g'u, agh bo'layotgan bo'lsa ham yaxshi. G'a, g'i, g'u, agh. G'a, g'i, g'u, agh. Mana shunga rozi bo'ling hozir. Menda hozirda o'zida a chiqish kerak demang. Hozirda o'zida a deb zo'r chiqarishim kerak demang. Sekin-astalik bilan, yana aytaman, sekin-astalik bilan mahraj rivojlanishni boshlaydi. O'sha avval siz mahrajini topib olishingiz kerak. Mahraj topish uchun aytdim, tomog'ingizni g'arg'ara qilasiz, yutinasiz. Masalan, bu suv ichish mashqi deyman men. Birinchi sizga avval shu suv ichish mashqi. Mahrajni topa olmagan bo'lsangiz, sizga suv ichish mashqi. Suvni olasiz, bir stakan, shuni ozginadan g'arg'ara qilasizda, g'arg'ara qilib yutasiz. G'arg'ara qilasiz, yutasiz. O'sha suv tugaguncha bo'lib o'sha suvni g'arg'ara qilayotgan paytingizda tomog'ingizdagi qaysi mintaqa, qaysi qismi ishlayotganligini sezishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi mashq qilinadigan so'z bu oddiy o'zbek tilidagi a ni aytasiz. Buni cho'zib aytasiz. Ya'ni
ani cho'zib olib kelyapman. O'sha aynga kelgan paytda tomog'imizni yopmayapmiz. Ya'ni oddiy holatda ham deyotgan paytimizda, deyotgan paytda o'sha hiqildog'imiz ochiq holatda bo'ladi. Ya'ni deyotgan paytda havo to'silmaydi. O'pkadan chiqayotgan havo bemalol chiqadi. Deb. Endi shu biz buni shu cho'zib aytish mashqi. Bu ham boshida bo'ladi. Hamzani mahrajidan ishlaydi. Hamza, chunki hamzani chiqarish osonroq. Yoki bo'lmasa g'ga o'xshab ketadi. Bu hali siz ayni mahrajini topa olmaganingizda. Ayni mahrajini topib olsangiz, sekin-asta bo'lishni boshlaydi. Sal jarang yoqimliroq ovoz eshitilishni boshlasa, bilingki, bu ayni mahraji kuchayayotganligidan dalolat beradi. Hop, mana shu ikkita mashq tavsiya. Ko'p mashqlarni bermayman. Mana shu ikkita foyda beradigan, ishlaydigan, natija beradigan, boshqa shogirdlarimda ham natija bergan, o'zimda ham natija bergan va sizda ham katta ehtimol bilan natija beradi. Faqatgina men aytganimdek, hozir bu 10 minut kamlik qilishi ham mumkin. Bir hafta kamlik qilishi ham mumkin. Hozirdan aytaman. Kutuvni kattaroq qo'yavering. Ya'ni ko'proq mashq qilishga ham tayyor bo'lavering. Ustozim menga 30 marta mashq qilasan deganda, men 33 marta qilib kelardim. Sababi ustoz aytgandan ko'ra ko'proq qilib kelishlik o'zimga misol uchun muhim deb bilganman. Ustoz aytgandan ko'ra ko'proq qilaman deb. Sizdan hozir men aytgandan ko'ra 12 daqiqa, 15 daqiqa, balki 20 daqiqa vaqtingiz bemalol bo'lsa, quvvatingiz yetsa yarim soat mashq qilarsiz. 3 minut mashq qilganingizda 1 daqiqa dam olishingizni tavsiya qilaman. Orada tomoq charchab ketadi. Shunda 1 daqiqa dam olib davom ettirsangiz bo'ladi. Endi mashqni qachon o'zi mashqni to'xtatish kerak desa, mashhur bokschi bor, bilasizlar, boks qiroli deyiladi, Muhammad Ali. O'shani mashhur gapi bor. U kishiga savol berganda, siz qancha mashq qilasiz deganda, bilmayman deganda, nechta sanaysiz deganda, men og'riqni his qilmagunimcha sanashni boshlamayman deb javob bergan ekanlar. Mashq qilayotgan paytingizda mana shu narsani eslab turing. Ya'ni og'riqni his qilmagunizcha sanashni boshlamaslik. Bu endi sal yuqoriroq darajadagi, masalan, aynni ancha, masalan, 30% aytaylik, o'xshata olayotgan, balki 50% o'xshata olayotgan insonlarga bu to'g'ri keladi. Noldan boshlayotganlarga ham ishlaydi-yu. Umuman olganda bilsangiz yaxshi. Siz shu sohada chempion bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu ayni chiqarishda zo'r bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu tavsiyani eslab qoling. Og'riqni his qilmaguncha sanashni boshlamang. Endi usul haqida. Mashq qilishni usullari bor. Hozir men aytgan ikkita namuna bu mashqni o'ziga bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari usul degan bir necha xil turlarga bo'lamiz. Masalan, mashqni bir o'zingiz qilishingiz mumkin, yolg'iz holatda yoki jamoa bilan mashq qilish ham mumkin. Bu inson tabiatiga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, ba'zilar o'zi shug'ullansa yaxshi, ba'zilar jamoa bilan ishlashni yaxshi ko'radi. Xuddi shuni singari bu o'zingiz tabiatingizdan kelib chiqib, xarakteringizdan kelib chiqib, yolg'iz ishlash sizga qulay bo'lsa, yolg'iz mashq qiling. Usulni mashq bilan birga olib ketishlik kerak. Ya'ni hozir mashq yuqorida aytganimdek, degan mashqni osmonga qarab, tepaga qarab mashq qilish usuli bor. Ya'ni osmonga qaragan holatda mahraj yaxshiroq ishlaydi. Shunda boshingizni osmonga ko'tarasizda desangiz, shunda samaraliroq bo'ladi. Keyingi yana bitta usul, tomog'ini bo'g'igan holatda, bu ham masalan ba'zilarga foyda berishi mumkin. Ikkita barmog'ingizni olasizda, shu joyini ichkari tomonga itarasiz. Ya'ni turtasiz mana shu holatda. Maqsad nima? Bunda ham o'sha mana bu hiqildoq tog'ay bu yoqqa olib kelish o'zi qiyin bo'ladi. Shuni maqsad olib kelib havo yo'lini yopishlik. Bu qo'l bilan ichkariga bosganingizda pastni emas, mana bu tomonni emas, balki mana jag'imiz bilan bitishib ketgan joyini, mana shu joyini agar pastni desangiz, bu baribir unchalik foyda bermasligi mumkin. Xo'p, endi uchinchi yana bitta usul bor. Bu qo'l bilan urish usuli. Mana tomog'imizga
Bu usulda ham ustozlar tavsiya qilishgan. Foyda berishi mumkin sizga. Tomog'ingizni bunda ham maqsad o'sha hiqildoqni, mizmaru lisanni o'shani yopishlik. Asosiy maqsad shu. Osmonga qarashdan ham, qo'lni bilan turtishdan ham, qo'l bilan urishdan ham ko'zlangan maqsad ana shu. Endi mana shu aytganimdek, mashq qilayotgan paytingizda qiyinchilik bo'ladi, tomoq qurishi bo'ladi. O'shuning uchun suvlarni olib kelib oling. Sabrni katta qilib mashq qilasiz. Chunki bu endi sabr deganda ham o'ta qiyin deb tushunmang shu narsani. Faqat kutuvni to'g'ri qilib olsangiz, bu taxminan odatda bir necha oy davom etadi. Ayni zo'r qilib chiqarishlikka yoki chiqargandan keyin ham chiroyli o'xshatishlikka odatda 1 oy, 2 oy ketib qolishi mumkin vaqt deb kutuvni to'g'ri qiling. Ya'ni bir kun, 2 kunda desangiz bu foyda bermaydi. Shuning uchun har kuni davomiy mashq bilan sabr deganda shu mashq qilishlikka sabr qilish kerak. O'sha og'riqlariga sabr qilish kerak, chunki mukofoti bor. Chunki boshida aytganimizdek, agar siz bir kunda 200 ta xato qilayotgan bo'lsangiz, bir yilda 72 mingta xato qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Buni 10 yilga oshirib ko'paytiradigan bo'lsangiz, juda katta xatoliklarga olib kelishi mumkin. Bu bitta harfdagi holat. Xo'p, endi 100% natijaga chiqish uchun, masalan, odatiy insonlarda har kun shug'ullansa 2 oy vaqt yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Bu meni fikrim. Tezroq bo'lishi ham mumkin, sekinroq bo'lishi ham mumkin. Mana shu yerda ustoz sizga albatta foyda beradi. Ya'ni ustozsiz yurish bor, ustozsiz mashq qilish bor, ustozsiz biron bir maqsadga erishish bor va ustoz bilan birgalikda erishish bor. Ikkalasini natijasi ham har xil bo'ladi. Agar siz bir narsaga tez, oson va samarali holatda erishmoqchi bo'lsangiz, ustoz bilan shug'ullanishni tavsiya qilaman. Agar siz biron narsaga qiyin, uzoq va mashaqqatli holatda erishmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, samarasi kamroq bo'ladigan erishmoqchi bo'lsangiz, unda ustozsiz shug'ullanishingiz mumkin. Bu ixtiyor o'zingizda bo'ladi, tanlash. Shuning uchun bir ustozni oldiga borib yoki bo'lmasam onlaynmi ustoz topib shug'ullanishni tavsiya qilaman. Chunki bu yo'lni bosib o'tgan insonlarda, ya'ni kasal bo'lsangiz tabibni oldiga boring deydi-ku, shuni singari. Biladigan insondan shug'ullanish kerak. Hech bo'lmaganda tavsiyam bir haftada 1 marta yoki 2 marta ustozga dars topshiring. O'sha ayn harfini yaxshi chiqarishni biladigan, o'zingizni yon atrofingizda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam onlayn topishingiz mumkin. Ustozlar juda ham ko'p. Qidirsangiz topa olasiz va ana shu ustozlarda dars topshirib turishingiz kerak bo'ladi va men o'quvchilarimning natijalari shu yerda men o'zim 2019-yilda yoki 18-yillardan beri dars o'tishni boshlagan bo'lsam, o'sha vaqtlardagi shogirdlarimning natijalari va undan keyingi o'quvchilarimning natijalarini sizlarga taqdim qilaman. Ya'niki bu haqiqatda men aytayotgan narsalar o'zim o'quvchilarimda sinab ko'rilgan. Ular bu mashqlarni qilib, ayn harfini chiroyli holatda talaffuz qilishga olayotganligidan bir natijalarni ko'rsatish bu men uchun ham faxrli. Ya'ni men o'zimni, ya'ni o'quvchilarimning natijalari go'yoki meni natijam. Endi mana shu aytayotgan gaplarimni ilmiy asosi bormi deb so'raydigan bo'lsangiz, ha, albatta ilmiy asosi bor. Men aytayotgan maxraj, sifat bularni arab tilining otalari, ya'ni arab tili grammatikasining ustozlari ming yillar oldin yozib kitoblarida ketishgan va o'sha bir necha asrlar davomida butun dunyo bo'ylab bularning ilmlari o'rganiladi va o'rgatiladi. O'shalardan masalan Imom Halil ibn Ahmad Farohidiy rahmatullohi alayh va u kishining shogirdlari Imom Sibavayhlar va u kishidan keyinroq yashab o'tgan Amir Temur rahmatullohi alayh davrida yashagan Imom Jazariylar va bular eng katta mana shu arab tilining grammatikasi, biz aytayotgan talaffuz va xususan ayn harfini maxraji va sifatlari haqida o'z kitoblarida yozib ketishgan. Bular ilmiy asos hisoblanadi va bulardan boshqa yana juda ham ko'p ulamolar bor. Xo'p, endi va'da qilingan sovg'a ayn harfini chiqarish tartibi haqidagi video darsligimiz. Buni qo'lga kiritishingiz mumkin va bundan oldin sizlarga taklifim bor. Ya'ni taklif shundayki, 0 dan boshlab 1 yil davomida arab tilida gapira olish darajasiga, bazaviy darajada gaplasha olish darajasiga chiqishlik uchun 1 yillik sizlarga o'rganiladigan kursni taklif qilmoqchiman. Bu qanaqa tartibda bo'ladi desa, bizni Arabify degan loyihamiz bor. Bu yopiq Telegram kanal bo'ladi. Bu yerda nimalar bo'ladi desa, asosiy narsa bu yerda o'sha ustoz va kuratorlarning nazorati bo'lishi.
va har hafta o'zim bilan jonli efirda dars topshirish imkoniyati. Men o'zim sizlarga dars o'tib beraman yangi mavzular bo'yicha. Sizlar bilan suhbatlashamiz, savol-javob qilamiz. Aynan ayn harfini chiqarishlikdagi qiyinchiliklaringiz bo'lsa, birgalikda yengib o'tamiz. Va bundan tashqari sizlarga noldan boshlayotganlar uchun buni haftada 2 ta video darslik berib boriladi. Bir oyda jami 8 ta bo'ladi. Tartibi alif, rodan boshlab za, mim, ta, nun, ya, ba, kaf, lam, vav, ha, fa, qof, shin, sin harflari tartibida birinchi oyda mana shu harflarni video darsligi beriladi. Ularni mashqlari bilan birgalikda bu yerda harflarni o'qish, yozish darajasidagi mashqlar bo'ladi birinchi oyda. Ikkinchi oyda bu harflarni davom ettiramiz. Sa, sod, to, jim, xo, ha, g'oyn, ayn, dal, dod, zal, zo va ikkinchi oyda shu yerda talaffuz kursi boshlanadi. Talaffuz kursi hozir aytganimizdek maxraj va sifatlar haqidagi hamma harflarni to'liq holatda, darslik holatda tayyorlab, sizlarga o'rganish uchun qulay, ko'rasiz, tushunasiz va mashq qilasiz, natijaga erishadigan holatda va ustoz nazoratida siz bilan shug'ullanib natijaga olib kelinadigan samarali yo'l bo'ladi. Va mana shu bu ikkinchi oydan boshlab talaffuz kursi boshlanadi. Bu yerda maxraj, sifat va undan keyingi o'sha hamza, ro, za, mim harflarning har bittasini maxrajlari, sifatlari, mashq darsliklari bilan birgalikda bo'ladi. Mana shu tartibda keyingi 4-oyda ham hamma harflarni maxrajlari bilan, sifatlari bilan tanishib chiqamiz. Ularni mashq qilamiz. Xuddi bugungi ayn harfini mashq qilganda singari va bu yerda undan ham ko'ra batafsilroq ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Va 4-oydan boshlab o'qish qoidalari darslarimiz boshlanadi. Ya'ni o'zi tartibi qanaqa bo'ladi desa, harflarni o'qish, yozish, undan keyin talaffuzi, undan keyin o'qish qoidalari boshlanadi va undan keyin grammatika, so'zlashuv darsliklari boshlanadi. Xuddi shu tartibda 4-oyda o'qish qoidalari darslari berib boriladi. Bu yerda nimalar bo'ladi desa, cho'zig'unliklar, ya'ni mad qoidalari, tanvin qoidasi, hop, madni yana ham to'liqroq tushuntirish, tashdid, tanvin, hamza, ta marbuta, yozilsa-da o'qilmay qoladigan harflar va yozilmasa-da o'qiladigan harflar, alif lam qoidasi va to'xtash qoidasi. To'xtab o'qishda ko'pchilik xato qiladi va o'qish mashqlari bo'ladi, albatta bularda xatolarni tuzatish uchun shug'ullanamiz va 6-oydan boshlab grammatika va so'zlashuv darslari boshlanadi. Bunda birinchi darsda salomlashish va tanishuv darsi bo'ladi. At-tahiyya salomlashish va ta'arruf tanishuv darsi bo'ladi. Arab davlatlariga borganingizda, hajga, umraga inshaalloh sizga foyda beradigan jumlalar, gaplar, arablar bilan tanishib, suhbatlashib, ular bilan do'stlashib, arablardan do'st orttirishingiz mumkin. Ikkinchi darsda amaliyot bo'ladi. Bu yoq 6-oydan boshlab bitta o'sha so'zlashuv darsi, grammatikasi, keyingi darsda uni amaliyoti. Ya'ni o'sha tartibda bo'ladi hammasi. Keyin 3-darsda oila, uni amaliyoti, ya'ni maskan, uy, undan keyin kun tartibi, ya'ni kundalik ishda, masalan, ertalab nechida turasiz, ishga nechida ketasiz, darsga qachon ketasiz shu haqida. 7-oyda taomlar va ichimliklar, masalan, arablar bilan o'zbek taomlari haqida, arablarning taomlari haqida yoki bo'lmasam biron bir restoranga kirganingizda, mat'amga ulardan ovqat zakaz qilishingiz kerak bo'ladi, buyurtma qilishingiz kerak bo'ladi. Shunda siz qanday qilib qaysi so'zlarni ishlatishingiz kerak, qaysi taomni yoki sharobni, ya'ni sharob degani sharab, ichimliklar, taom va sharoblar. U amaliyoti ta'lim, ya'ni O'zbekistondagi ta'lim, arab davlatlaridagi ta'lim, oliy ta'lim haqida ish, arab davlatlarida ishlash mumkin. 8-oyda ob-havo, odamlar va joylar haqida qiziqarli, sevimli mavzular, hobbilar, safar, sog'liq mavzusi, ta'til, dam olish. 9-oyda, 10-oyda oilaviy turmush, uylanganmi, turmushga chiqqanmi, shu haqida gaplashish yoki sovchilik masalalari qiziq mavzu. Shahar hayoti, mana bundan buyog'iga urbanizatsiya rivojlanyapti, shaharlashish bo'lyapti va shahardagi hayot, ilm, fan, ta'lim, yana ham chuqurroq holatda mehnat, ish masalalari, kasblar mavzusi va arab tili o'ziga xos, ya'ni arab tilini o'rganish jarayoni haqida gaplashish mumkin. Mukofotlar, xalqaro mukofotlar mavzusi va globallashuv, bugungi hayot haqida gaplashiladi. 12-oyda tozalik mavzusi, ekologiya, yoshlik, o'sha ekologiya uchun alohida mavzu, energiya mavzusi, ya'ni quvvat, bu mavzular va ularning har bittasida amaliyoti bilan birgalikda ishlanadi. Xudo xolasa, bu mavzularni tugatgandan keyin siz nafaqat o'qiy olasiz, nafaqat chiroyli
o'qiy olasiz, nafaqat aynni chiqara olasiz, xudo xolasa gapira olasiz, arablar bilan gaplasha olasiz, ular bilan do'stlasha olasiz. 12 oy ichida xudo xolasa siz bilan birga o'zim va bizning jamoamiz sizlar bilan xizmatda bo'lamiz. Xo'p, endi bu o'sha tartibi qanaqa bo'ladi desa, har hafta bir marta jonli efirda sizlar bilan dars qilamiz, suhbatlashamiz, savol-javob qilamiz. Undan tashqari doimiy kurator nazorati bo'ladi. Ya'ni sizga o'zingizga mos bo'ladigan guruhga qo'shilasiz. Ana shu guruhda kurator sizga vazifalarni qanchalik bajara olayotganligingiz, ularni bajarishlikdagi sizga qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, savollar bo'lsa, ularga javob beradi. Xatolaringiz bo'lsa to'g'rilaydi. Ayniqsa talaffuz holatidagi qiyinchiliklar ko'pchilikka muammo tug'diradi. Xususan aynni talaffuzidagi qiyinchiliklarni yengishda kurator, ya'ni nazoratchi, yuqorida aytgandek, nazoratchi albatta kerak bo'ladi. Va so'zlashuvda ham sizga bevosita yordam beradi. Bundan tashqari individual birga bir darslarimiz ham bor. Bunda men o'zim siz bilan birgalikda ishlaymiz. Bu sizni holatingizga, siz darajangizga, siz vaqtingizga moslangan holatda bo'ladi. Bunda natijaga erishish ancha tezroq va ancha qulayroq bo'ladi. Bu haqida ham ma'lumotlar olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, quyida havola bor. Ya'ni Arabify haqida ham va individual darslar haqida ham ma'lumot olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, quyida havola bor. Bu havola orqali o'ting, o'zingiz ismingizni va telefon raqamingizni qoldiring. Siz bilan bog'lanamiz, sizga aloqaga chiqamiz va sovg'ani qo'lga kiritasiz. Sovg'a qanaqa bo'ladi? Havola orqali o'tganingizdan keyin sizga bitta yopiq Telegram kanalimizni havolasi beradi. U orqali yopiq kanalga qo'shilasiz. U sovg'alar uchun kanal bo'ladi. O'sha sovg'alar kanalida bizni ayn harfini tartib bilan mashq qilish haqidagi video darslik, ya'ni ketma-ketligini yana ham batafsil tushuntirganman. Aytgandek, bu ayn harfi oson emas. Buni chiqarishlik uchun bir necha mashqlar bor, tartiblar bor. Bularni yana ko'rib chiqasiz. Shu bilan ushbu videomizni yakunlaymiz. Foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarga yozing va Arabifyda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatulloh.